Hazrati Sulton cho'qqisi ostonasida mana shunaqangi qabrlar bor. Bitta qabr. Cho'qqini ostonasida yana bir 20 dan ziyod qabrlar bor. Mana bu yerda Jabborov Burxon yozilgan. 2000-yil vafot etgan ekanlar, 1942-yil tug'ilganlar. Ma'lumot uchun aytib o'taman. Bu yerda ziyoratga kelganlarga tog'li hudud bo'lganligi uchun davleniya oshishi kuzatiladi va sog'lig'i uchun jiddiy zarar yetishi mumkin. Bu yerda kelib vafot etganlar ko'pchiligi shu qon bosimi osishi tufayli vafot etgan. Shuning uchun tog'li hududlarga chiqishdan oldin yaxshilab tayyorgarlik ko'rib, bemalol chiqish kerak. Tavakkal qilib umriga birinchi marta toqqa chiqmoqchi bo'lgan odam hech qanday tayyorgarliksiz hamma chiqyapti-ku, men ham chiqa olaman degan o'y maqsadda chiqmaslik kerak. Bo'lmasa oqibati fojia bilan yakunlanishi mumkin. Bu yerda yotgan barcha mo'min musulmonlarning haqqiga duo qilamiz. Joylardan o'tamiz, oxirlari obod bo'lsin.